yerlikdimi sınığı ilyaptım. Endi mavu bulup mekidimi sınığı ilishini başlap qo'yay. Sence sınama xatir deb turasıl kichikmi yoki ha? Lekin yaxshi ekan ha. Az-azdan bo'lsa yana bir hisobda yaxshi bo'ldi. HTML title. Muhim yerlerini yazıpsız ha. Body HTML. Yaxshi. Mazmun ifodalab yozilgan xat go'sh to'g'ri. Ma H1'niki H1'ni tartib H6gacha bor ha. Bir xat go'sh. Bet yüzde. Ama ta xat go'sh, jüp xat go'sh deganni unutib qolibsiz ha, Hüseyincan. Şunu bir evet özseniz. Evet, canikini ko'rib boqla. Baş deyma. Baş qismi qurilma body. Qurilma demay, ma'ni asosiy gavda deb asanli bo'ldi. Meta üstü uçur. Izohat. Jüpxat. Va HTML degan jüpxat kuch. Banda yozib qo'ysangiz, jüpxat kuchliga intayin ko'p. Shu ma'noda qimjatdan tarman deb qoldi ama bu. Jüpxat kuch degandan bu yerga ayolishdan termiz to'g'ri keldi. Taxat kuchlama va jüpxat kuchga ma HTML misolab size. Taxat kuchlama va. Va tik siziq emasa, ishora degan, yantu siziq. Pilga abzas to'g'ri. Endi topshiriqchi İbrahimcan. Ma va. Dasman ichib ko'rib boqla. Masal kichikroqcha ya. Team kepti. Teamdan keyin bir tal siziq keltiribdi. Bu yerga kichik deyma. Endi bu PR orqali ifodalansa deyman buni. Rasmni ilib nayt yaxshi qilibsiz. S-kodini ko'rib boqla. Notepadni ichib ko'rsatdi ya. Yukarıcı ekran işletipsiz. Title sağa mağluptu. Font style. Direction RTL. Pixel'ın justify. Yaxshi ya. Başqalar şu topshiriqni qanday ishladinglar? Başqalarni yo'llanlar. Qag'allatchi Ahadjon sizniki ma konspiksel ozolab qopda. Konspiktsel chiqarib tuting. Ozolab qopda manda qilib qasb bo'lmaydi. Konspik to'liq bo'lsin ha. Yusufjanniki mu yaxshi ha. Hüseyinjanniki. İbrahimjanniki mu intayin yaxshi ha. İbrahimjan hammalarnikidan yaxshi chiqaribdi. To'liq yozib qopdi. Kichikga qulayliqroq, to'g'ri. Bilib yurishmayaptilik. Unda o'z bilgan darsimizning o'zi ikkinli. Qolganlar topshiriq ishlamadinglarmi? Boshqa ishlamadinglarmi faqatlar? Unda olsa hemen yaxshi savodashlar. İlyas bir adam bizni kelibdi. Unda olsa darsniki o'zi kelimdiqmi? Abduqodir gap bo'lsa qanday?
Bo'ldi. Hammasini yo'llang. Melodiya siz hep qilsangiz bo'ldi hozir. Unda savatdaşlar meniki hozir bir planim bor. Biz endi bu HTMLni uyimizda qo'y, HTML CSSni. HTML CSSni uyimizda qilsak hisobda maktab 604 betlik kitobkan qo'y bu. Bu HTML o'rgansak, HTML CSSni o'rgansak intayin ko'p narsalar bor buningda. Lekin bizniki vaqtimiz yetishmaydi. Odatda shu 604 betlik kitobni oliy maktabdagi dars qilib qolsa buni muntazam haftada 6 soatdan qilib chashta so'zlasa 3,5 oy tugaydi, 3 oy tugaydi oliy maktabdan darskida. Lekin bizniki uncha ko'p vaqtimiz yo'q. Biz shu HTML CSSda eng ko'p ishlatilgan narsalarni o'rganamiz. Savatdaşlar bu darsxonamizni itib turaya ovozni. Shuningdek biz bunda eng asos o'rganadigan eng oddiy usuldan boshlaymiz. Ya'ni biz eng ko'p ishlatilganlarni o'rganamiz. Qolganlarini endi shu o'zimiz oldimiz uchirgan vaqtda shuni o'rganib o'tsak bo'ldi. Lekin biz buni boshdan so'zlab qo'ysak, tuni o'tgan darsni bugun o'tgan darsni ko'rib qo'ysak, tunuksi unutib qolamiz. Indillikqa o'tgan darsni o'rganib qo'ysak, undan burunqini unutib qolishimiz mumkin. Bu HTML CSSni bak mundaq ishkar o'rganimizda qilib qolsak, bizniki dars soatda intayin qisqalab qoladi. Keyingi darslarga yetish bo'lmay qolib qolamiz. Ham bir qadar zerikib qolamiz. Bizniki asosliq o'rganish nishonimiz shu Flutter bo'lg'achqa biz HTMLni faqat shu program tiliga kirishniki, ya'ni ko'rinish yozishda nol sayyorliklar kirishga bir ishga hozirlash uchun ozroq bir HTML CSSni o'rganib o'tmoqchi bo'ldik. Biz oldingi soatlarda o'rganganimiz bo'lsa HTMLda biz asosli qilib VS Code nechalagan yuqorqi mazmunlarni so'zlagan tuqa mana pexat kuchgan pexat kuchini so'zlab ekanmiz. Mana bir pexat kuchini so'zlab to'q yana birisini ochila. Biz bunda ikki mazmun so'zlagan. Ya'ni Notordga bir xabarning temasini keldik. Undan keyin buni bir sifatdik. Endi abzaslarni ishlatdik. Endi bu abzaslarga biz BR orqali port tashlashni qilib o'rgandik. Endi biz bugungi darsimizda nima o'rganamiz deganda, mushniki davom bo'lgan Notchikdan kirib biz yangidan bir yozma quraylik. Qurish uchun men eng avval ma'batni o'chiraylik. Yinkaga savodoshlarim bor ekan. Unda qo'ygandan keyin biz eng avval shu turni qurishdan boshlaylik. Noldan boshlaylik.
VS Code'ni açtık. Açqandan keyin mana bu Finjan deganni açtık. Yoki bo'lmasa men yana bir xil usulni yutib qo'yay. Biz shu HTML hujjatni o'zimiz shu o'zimizniki yozgan kodimizni bir joyga saqlaymiz. Saqlagandan keyin biz mana joyga shu yozgan kodlarimizniki dars saytini yaxshi farqlantirish uchun ayrim yozib qo'yinglar. Ya'ni bu 3-sayt darsimiz bo'lsin. HTML'dagi. Endi men buni ishga kirdim. Ishga kirgandan keyin mana Xinjiang deganda men mana bu text hujjatni ochay. Ochgandan keyin mana hujjat chiqdi. Ba'zanlarning kompyuteri Windows 10 ulab qolsa, cho'qim mana chakaniga yerga kirib, mana Xinjiang Kojianming deganni tanlab qo'yamiz. Mana tanlab ochgandan keyin kengaytirilgan nom ko'rinadi. Misha diqqat qilinglar ha. Ya'ni avval chakan degan kirsizlar. Undan keyin mana bu Kojianming, Xinjiang Kojianming degan ochsizlar, endi maja ko'rinadi. Yo'llab qo'yay. To'qim yo'llayday. Abduqadirm yo'llabdi ha. Abduqadirniki sel turib tashkirlaylik. Hozir mana bu dars boshlanib qoldi emasmi? Men ichib qilib bo'lgandan keyin biz buniki ismini o'zgartamiz-da. Cho'ngming qilamiz. Qanday ki mojaga bizniki bu 3-saytlik darsimiz. Bu indeks olsun. Endi ma kengaytirilgan nomini biz HTML qilaylik. Chikit HTML. Ma'quldir. Ma'qul degandan keyin qarasak mana bir ta HTML betni biz ichilibdi mana qarasak quruq betda. Buniki eski ichib ko'rib baqala. İçi quruq. Unda qo'ysa biz buni VS Code'ni ochgandan keyin musha tartiblam ichiga tashlaylik. Tassak ma içildimi mana. Ama asaroq usullar odatda ko'proq ishlatilgan usul. Ma yangi o'rganganlarga shu hujjat mashg'uloti bo'yicha qilsak, tex masorat to'xtaydi. Bundan keyin biz HTML betni quruq bo'ldik. Quruq bo'lgandan keyin endi biz HTML xat kuchlarni kirdi. Unda qolsa biz HTML deb bossak, manda 3 xil HTML altını chiqarib berdi. Biz buningda ikkinchisi, ya'ni HTML 5 ni tanlaymiz. Tanlagandan keyin ma doctype HTML dedi. Ya'ni mushbetniki HTML kerakligini aniqlab berdi. Bundan keyin ma bu HTML keldik. Ya'ni bu HTML xatköç, ya'ni HTML xatköç barliq tor bekitimizni sirtidan qurshab turdi. Ma xat bo'lsa shu tor bekitimizniki manbalarini, mesela CSS deymiz, JS deymiz, andın tor ko'rgich qartda, mesela mana bu tor ko'rgich qartda deydi. Mesela tor ko'rgichning cho'ng kichik telefonmi yoki kompyuterning tor ko'rgichmi deganligiga mana bu cho'nliqni, shu ekrandan cho'nliq qartda piksel berdi, cho'ngchilik qartdan tanishib berdi. Mana bo'lsa shu ishlatgan tor ko'rgichimiz oyi bo'lsa, ijini ko'rsatib bo'lsa, iji bo'lsa oyini ko'rsatib bermoqchi. Ya'ni demak uni hozir mana bu oyi tor ko'rgichi, Microsoft'ning oyi tor ko'rgichi bular butunlay voz kechdi. Oyi tor ko'rgichdan voz kechib, shu Google shirkatining Chrome yadrosi asosidagi Edge degan mana bu tor ko'rgich ko'chdi. Ya'ni Windows 12 yanlışını qaçılğanını bizlər mana. Mush tor ko'rgich ko'chdi. Bu Google'niki Chrome yadroliq tor ko'rgich. Hisobda bu Google'niki tor ko'rgich deb tushunsangiz bo'ldi. Lekin Microsoft şirkatimi Google tor ko'rgichga ba'zi bir ejillik xatoliklarni yoki buglarni tuzib, kamchiliklarni tuzib o'ziniki yangi ideyasini qaytib shu tor ko'rgichni barliq keltirdi. Unda qo'ysa biz HTML ni o'zi qaytli. Bu mazmun tugdi, ya'ni meta deganimiz bu aniqlam berdi.
shu bizniki tor bekitimizga munosabatli aniq ma'lumot berdi. Bundan keyin men ustidagi meta chars degan meta degan müşta aniqlik bermayki, bu charset, ya'ni HTML tor bekitimdagi barliq eğer belgilerindeki mesela UTF-8 olsun demek. Yani bu UTF-8'ler şu yer şartki nurgulgan milletlerindeki yiziqini tuntup biraleydi, tunuydu. Mesele çıkmaydı. Mişin tanıgandan keyin. Hesapta biz bu Uyg'urcha yiziqimiz normal göründü. Onun keyin body deganimiz gavda qism. Yani ma had degan üst qismini ko'rsatsa, body degan gavda qismini ko'rsatdi. Bizniki %90% kodlarimiz dal shu bodyning ichida bo'ldi. Undan keyin bodyga qarasak, bu jufat kuchgan. Hadni o'zi qarasaqmi, bu jufat kuch. Lekin meta deganlarimizning hammasi taxat kuchgina. Buniki yan to'siqlar oxirlashadigan xat kuch yo'q. Bu taxat kuch. Mala taxat kuch. Mala jufat kuch. Bugungi darsimizda biz yangi mazmunimiz bor, ya'ni image xat kuchini o'rganib o'tamiz. IMG xat kuchini o'rganib o'tamiz. Bu resimni kirgizishda ishlanadi, resimni ko'rsatishda. Bundan keyin yana o'rganishimiz nima deganda, biz oldingi saytimizda style o'rgangan, style xat kuchini o'rgangan, bu jub xat kuch. Biz oddiy bo'lgan xat kuchlarni, shu styleni pason berishni o'rganamiz. Darsimiz endi navada bu kitap intayin yaxshi kitap ekan. Lekin biz bu bo'yicha so'zlarimizda qilib qolsak, bu darsimiz intayin jiq so'zlar ketib qoladi. Bir boshdan o'rgangan mazmunni ham bir boshdan unutib qolishimiz mumkin. Shunlashqa biz asosli mazmunlarni unutmaymiz. Ba'zi bir tor bekatlarni ko'rimizni sizib boqamiz. Masalan, Tesla'ning yozmasi bor ekan. Biz shu yozmani bugun to'liq ayttiramiz. Temiz kildi, joylar kildi, resmi kildi, endi fondni to'ntimiz, endi o'ng so'lni tanishamiz, ma'lumotga kelamiz. Unda bo'lsa, biz buni tahlil qilaylik. Qaraydigan bo'lsak, image'nikiga shu vaqt kelgandiklar. Yozmada bunda ikki bo'lik bor. Birisi shu yozmaniki usti bo'lki, ya'ni tema tarafda. Biz bu temasini ko'chirib bo'ldik. Unda qo'shsa temasini qanday ifodalaydik? Bizniki H1 dan tortib H6 gacha bo'lgan xat kuchlarimiz bor. Biz bugun H2 xat kuchini ishlatib boqamiz. Endi buni orasiga men bayqa temasini ekirdim. Ekirgandan keyin biz buni ijro qilib ko'rib boqamiz. Qarasak kiribdi. Unda qo'ysa buniki ham davomga kelaveradi. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, miyada manda manba, tension o'chib-o'chchi narsalar bor. Biz buni ko'chirib oldik. Biz tim bilan mazmunni arish uchun biz HR yoki bo'lmasa miyaga zot izmangay. Tim xat kuchi olsun. Tim xat kuchi miyada boshlanib majada ayolsin. Maniki tim xat kuchi ayollaştı. Başlandı olsun. Tim xat kuchi başlandı. Ma'u oldin saatimiz degan izoh jumlasi bizniki programmamizda ijro bo'lmaydi, atlab o'tib ketadi. Unda qo'ysa, yana bir izoh jumlasidan birini yozay.
Yani biz macen chiqarmoqchi bo'lgan. Unda qo'ysa, biz bunga nima deb ism qo'yaylik? Yani biz bunga bir tal siziq ta'tidlar, ayrı sizg'i. Ayrı sizg'i başlandı dedik. And then bu ayrı sizg'i ayarlasın. Ayrı sizg'i ayarlaştı. Agarchi ma'vo sal odamni bezak qilib qo'ysimi ma'qul usul. Lekin sizlarniki shu keng kodinglarni yozgan vaqtda qaysi bo'lakniki, qaysi kodniki, qaysi jarayon ekanligini osonlab o'qib olasizlar. Manda yozmasanglar, shu kichiklardan keyin ko'rsanglarmi, ishtigari ko'riblar izohat bo'yicha manda ya'ni kod ekan deb ishtiklamaysangiz olasizlar. Ayrı siziqni biz nimalar ifodalaydiq? To'qib yozinglar. Darhol bo'linglar. Unutib qolmaysizlar. Dars anlatamsizlar. Qanchalar bor? Hamish darsni anglatganlar bir navbatdanlar. Yaxshi. Oltanlar anglatyapsizlar. Qolgan boshqalarchi. Darsni ichib qo'yib o'zinglar xiyolinglar boshqa yerda qolib bo'lmaydi, savodashlar. Men yo'qlamasini qilaman, keyin oxirida men yana o'rganmadim. Nimishqa men o'rganmayman, yana bir mo'sh pul to'lagan tursam deb qilsanglar, men dal shu vaqtda sizlarniki shu dars anglamaganliklaringizni hukm qilib turib, men isbotni o'zinglar ko'rsataman. U chog'da o'zinglar xijilib qolsizlar bo'ldi. Ya'ni biz HR orqali siziqni ifodalaydik. HRni bosdik. İnsanlar bo'lsin, mau H yani tim xat kuchi bu jup xat kuch. Ma H bo'lsa bu ta xat kuch. Unda qo'ysa biz mana ijro qildi. Ijro qilgandan keyin maja siziq ko'rildi. Siziq ko'rilgandan keyin biz mau xatlarni bir to'ntib qildik. Unda bo'lsa ma oldin soat degana ma yulduz belgisini bossak, ma yulduz belgisini tanlasak bu barliq ilmitlarni ko'rsatadi. Ma oldin soat degan yulduzini tıqıysak bizniki barliq HTML xat kuchlarimizni hammasini shuni ichiga yozilgan xoslikni shularni hammasiga bergan hisob bo'ldi. Ya'ni font family. Mening kompyuterimda elkatib degan xat nusxasi bor. Undan keyin men ijrosini ko'rib baqildi. Ijrosini ko'rsak hozir xat nusxasi chiroyli ko'rindi. Undan keyin biz davomga kelaylik. Biz majaya qilmoqchi bo'lgandik. Bu joyni ko'chirib oldim. Ko'chirib olgandan keyin yana bir izoh jumlasi yozay. Izoh jumlasi yozishdan hargiz zerikmanglar. Unda qo'sma bu yozmaniki inkas rayon bo'lsin, manba rayon bo'lsin. Yazma ilovasi boshlandi deysizlar. Boshlandi deydilar. Undan keyin biz buni orsiqma yana o'xshashlar. Ayarlashdi. Yani biz bunu ichiga orsiq yozsak bo'ldi. Undaqda biz buni nimalar ifodalaydi? Topqizinglar, qaysilar ifodalasak yaxshiroq chiqadi. Mana bu joyni. Xat kuchli-da. Misaldan. Yani boshqalarniki yana qandaq xat kuchlar isonlar keldi. Mana
Hozir meniki cho'ngaysamla ma u sol taraf to'g'rilib qoldi bu. O'tirganimda men ekran kichik bo'lg'achqa mana ko'rinda. Mana. Hozir men o'tir to'g'rilashni demadim. Uni sal kerak so'zlaymiz. H6 yaxshi. P dedik, H6 dedik. Unda bo'lsa biz P xat kuchni yoki H6 ni ishlatib baqla, H6 ni. H6 xat kuchini ishlatdik. Bu H6 xat kuchi qanday xat kuch? Jup xat kuchi. Bu ya chapladim. Chaplagandan keyin biz buniki ijrosini ko'rib baqla. Qarsam ma'nodan sal kichik bo'lib qopti, lekin biz buni H5 qilib baqla. Bo'ldi. Mushillik bo'lib tursin. Undan keyin mazmun majan chiqarlar. Bu bir nima ekan? Bu nima ekan? Bu yerga qaysi nima ishlasak bo'ldi? Qaysi xat kuchni ishlatamiz? Nima ishlasak bo'ldi? Nima ishlatilar? Bir xat kuch ishlatandoq. Yancho. P xat kuch ishlatilar, to'g'ri dedinglar. Bu yozma. Yozma boshlandi. Endi men mana ko'chiribman. Ostiga yozib baqilay, vaqtni nasib bilan. Yozma oyoqlashdi. Unda qo'yib biz buni P xat kuch ishlatilgan bo'lgan. P xat kuch dedik. Mazmunni ko'chirib eklaya. Yani mazmunni ko'chirib eklaya. Ish bir butun mazmunni. Ko'chirib ekkeldim. Ekkelgandan keyin biz buni ko'rib baqila. Qarsak, hozir matchab chiqib qoptimi? Qarsak mavi bir quruq chiqib oldi ya. Endi mavi sol taraf boshlanib qoldi. Buni hal qilish uchun qanday qilamiz? Biz PR ishlasak bo'ldi, ya'ni to'g'ri. PR ishlatildi. PR xat kuchini ishlatdik. Qarsak hozir mavi past tushdimi? Endi biz bu sol tarafdan qilib qoldi. Unda qo'yib biz buni qanday qilib o'ng tarafga o'tkazamiz deganda biz shu style achitga shu barliq elementlarga direction deganimiz yo'nalishi degan gap-a. Shu xatning yo'nalishi demakchi. Buningda sukut holatda shu LTR light to lower deydi. Biz buni RTL ya'ni o'ngdan sol tarafga right to left deydi. Mana right demoqchi o'g'lim, mana right to left demoqchi bo'lganam yerda. Mana o'ngdan solga demoqchi ma'noda. Mana LTR deganlikchi, LTR degani left to right bo'ldi. Ya'ni sol taraf, soldan o'ngga. Ya'ni bu asosli inglizcha harflar deymiz, slavyancha uch deymiz. Bizning davlat yozig'idagi harflarniki sol tarafdan boshlanadi. Bizniki uyg'urcha harflar, uyg'urcha, qozoqcha, qirg'izcha degandek tillarniki yozig'i o'ng tarafdan boshlanadi. Shunga biz RTL lam yozsak bo'ldi. Men buniki ijrosini ko'rib baqaya. Basqandan keyin mana hammasi o'ng taraf to'g'rilandimi? O'ng taraf to'g'rilandi. Lekin qaraydigan bo'lsak, ma'niki ikki taraf tekshlikka intayin tekshiya qarasak. Buni qanday teksh chiqaramiz? Qaysinglar bilsizlar? To'q yo'llanglar. Qaysinglar bilsizlar? Qanday qilsak ma ikki tarafdan teksh chiqadi.
bir yer işletmeyimiz ha. Hatcan tix algen justify işletildi de yani çöpalla. Vidizni bir yer işletkili bulmaydı. Vidizni işletkenden hiç qanday ahmiyeti yok bu yerde. Oyunu olabilir. Oyuş bulunan billa. Hatcanlar asas maqsadni tushundi ya, to'g'ri javob berdi. Yani biz tix algen degan xaslik ishlatamiz. Yani tix deganimiz mush tixni ko'rsatadi. Yani mushu bizniki HTML o'lchaklardagi barliq tixlarni ko'rsatadi. Endi siziq tortdik. Bu siziq tortish orqali biz buni keyiniga yana boshqa bir xaslikni beramiz. Berib turamiz ha. Algen. Algen deganimiz bu to'g'rilanish degan gap bo'ldi ha. Yani mana biz shu bir xaslik desak ha, tixniki to'g'rilanishi degan bo'lsa, biz andin buniki xaslikni beramiz. Keyingi xasligi tix algen justify. Tix algen justify. Justify deganimiz mushu yo'lnishni xatninki o'rnini mushu ikki tarafga tekshir tanishib beradigan gap bo'ldi. Unda qo'ysa tix algenniki yana qanday xosliklar bor? Tix algenniki yana bunda xosliklar bor. Ya'ni o'ttira center degan o'ttira to'g'rilash. Ko'rib baqinglar. Qarsak hamma mazmun o'ttirib keldi. Unda qo'ysa insonlar bo'lsin, men ma'lumot izohlab qo'yay. Manda kasb bo'lmaydi. Xatolar chiqadi. Shunga biz buni ustiga yozib tix algen center degan tixni o'ttira to'g'rilash. Tixni o'ttira to'g'rilash yo'q. Bunda qolsa men mana to'pni yo'llaya. Şun topunu yollay. Hozir o'ttira to'g'rilandi. Unda qolsa biz buni o'ng taraf to'g'rilab baqili. O'ng taraf to'g'rilash uchun qanday qilamiz? O'ng taraf to'g'rilash uchun biz buni right. Yani o'ng degan gap bo'ldi. Ma qistirma qo'shilmaga chiqar bu. Mesela tip bir atacak. Ama bu da biz latince yazsak bo'lgan şeyde. Tix algen right o'ttir to'g'rilashimiz, o'ng taraf to'g'rilashimiz ne? Qarsak o'ng taraf to'g'rilandi. Yani bu Tix'in o'ng to'g'rilash bo'lsin. Biz buni ham sol tarafga to'g'rilash uchun qanday qilamiz? Left degan tolsak bo'ldi. Qarsak hozir mana
Hamma narsa mana sol tarafga o'tdi-da, sol tarafdan boshlangan bo'ldi mana. Bu solga to'g'rilash. Sol to'g'rilash bo'ldi. 10 qo'shni 8 qaldinglarmi? Nima ish bo'ldi? Tushunayapsizlar yoki qaymoq qolgan o'rinlar bormi yo'qmi? Qaymoq qolgan bo'lsanglar danglar. So'raveringlar, qaymoq qolgan bo'lsanglar, qaymoq qolding danglar. Men endi qayta tushundirman. Sol bo'lsa unda men davomlashtirib ya. Ders ritmini tizlasak. Bo'ldi, ders ritmini tizildi. Undaqda biz justify'ni o'rgandik, center'ni o'rgandik, left uch burchini o'rgandik. Shu tekstniki asosli xoslik shu. Shuni biz mavjuyda biz justify'ni tanlab qo'yib turli, ya'ni ikki tarafga tangshish tursin. Ikki taraf tangshib qilib bo'ldik. Endi qarasak, xat nusxasi sal cho'ngroq ekan, ma'ni qarasak sal kichikroq ekan. Unda bo'lsa biz qanday qilamiz? Qaysilar bilsizlar? Xatni cho'naytirish uchun. Yo'q. Text size emasa, font size bo'ldi. Font size. Font size'ni biz 16 da px qildi. Qarab qo'yinglar, hozir meniki cho'nq o'zgaradi. Skutkalat 16 ekan, biz buni 18 qilib qo'yamiz. Cho'ngaydimi? Qarasak, ikki asosiy o'xshash yo'lda xatning cho'nliqi. Yusanjan bexat kuchni ishlatamiz dedi. Bexat kuch xatni tomlashtirdi. Lekin xatni ko'rnarni cho'ngaytmaydi. Bizniki ko'rnarni cho'ngaytish maqsadimizga yetmay qolamiz. Shunga hozircha bizning ishlatganimiz font size'ni to'g'rilash bo'lsin. Biz xatni cho'ngishni moslashtirib qilib bo'ldik. Endi qaraydigan bo'lsak, ma'u birinchi qur'i bilan ikkinchi qur'ning oralig'idagi ma'u joyiniki egizligi qur'ning egizligi odam bir xil yiqishliroq ekan. Bizniki sal chaplashib qolibdi. Unda bo'lsa biz buni qanday qilamiz? Qaysilar bilsizlar? O'zim javob beraya. Line hedge. Line hedge deganimiz. Line degan qur'niki, hedge degan egizlik. Line hedge'ni biz 20 qilib baqili. 20 px saqladim. Qarsak sal chapishib olgan. Unda qo'ysa biz buni 30 qilib baqili. Qarsak ma'no sal yaqinlashdi. Lekin 35 qilib baqsak texnik yaqinlashida mana. Yaqinlashdi. Endi ma'yan men tushundiray. Line degan gap line degan bu line degan qur degan gap bo'ldi. Liniya demakcha line qur. Hedge deganimiz egizlik degan bo'ldi. Egizlik degan bo'ldi. Ma ikkisini birlashtirsak, line hedge'ni birlashtirsak, qur
yoki liniya egizligi. Liniya egizligi degan ma'ni bildirdi. Endi biz ma font size'ni o'rgandik ham yerda. Font degan hozir bizim font deb qo'yamiz qo'y. Font deganimiz font yoki xat nusxasi. Xatni ko'rsatadi. Xatiga ma'ni bildirdi. And then size deydi. Size deganimiz cho'nliqi. Razmerim deb qo'yamiz qo'y. Razmeri degan gap bo'ldi. Bu ikkisini birlashtirsak, font size'ni ikkisini birlashtirsak, font cho'nliqi yoki xat razmeri. İşte tushunsanlar bo'ldi. Undan keyin biz bizga mana joyda px degan bir hukm keldi. Bu px degan nima degan? Bu px deganimiz px niki biya ifodalaydigini, ya'ni inglizchadagi pixel. Şu tarafını mana inglizcha ifodalasini unutib qoldim ha. Sizlarga o'zim ko'rib boqinglar. Yani şansu yani bizim şu devletlerde şansu deyimiz. Pixel'e hemen de yazgimiz. Yani pixel degendeki qisqartılmışsa pixel. Yani biz bunu uyg'urchada o'xshashlar pixel deb ataymiz. Pixel degan nima? Pixel deganimiz biz bilamiz, shu kompyuter ekrani bo'lsin yoki bizni qo'limizga telefonlarning ekrani bo'lsin, shu ekranniki zichliqni bildirdi. Ya'ni biz fandajing var o. Biz manekni işitli. Qarsa hozir mabek yo'g'on ko'z qilib o. Mish yo'g'on ko'z tutgan ma bir narsa qaraydigan bo'lsak, mishni ham misek piksel bo'yicha ma'lum. Ya'ni kompyuter ekrani. Ekranli bo'lsa, mishu 1 px o'rinda, 1 px. Mish 1 px o'rinda ekranniki 1 px o'rni ekrandagi bir tal chikitni ifodalaydi. Ve xato ism tutmagan bo'lsa, ma'ni muqlamabman. Ya'ni men beydunachaya px shamisi danveni ko'rib boqinglar. Amiya deydi. Mana 8600 deydi bu telefonning ekraniki ekan. Mana deydi. Ya'ni 1000 px bo'lsa 43 cm bo'lgan. 1 px 0.14 milli bo'lgan. 1 millini qanchalik ekanligini bilmaymiz-ku. 1 santda 100 milli keldi. Shu bo'yicha hisoblsak, shu bizni ko'rayotgan narsamizdan misol ekran narsamiz pixel bo'yicha ma'lum. Biz buni CSS da biz px ni ishlatamiz. And then pt var. And then yana ma'lum CSS işte biz pirsellarni ishlatib qo'yamiz. Shunga faqat mish cho'nliqi 1 px ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Bu
pikselini işte bir tushunib olsang bo'ldi. Ya'ni xatning cho'nqi 18 piksel, maqfurning egizligi 35 piksel ekan. Unda bo'lsa, biz dars boshlaganimizda 40 minut to'liq, 50 minut to'liq qolibdi. Men hozir shu ishlagan mazmunni sizlar bir ishlab qilib qo'yamsizlar. Men to'pqa rasm tortib avatday. Yoki o'zinglar ham shu ekran qarab ham shu narsani bir ishlab qilib qo'yamsizlar. Men bu yozmaning o'zini avatday. Hammalar kompyuter bog'i. Ama ders vaqti darsel ostoliq qoldi deb qarashingiz mumkin. Lekin ders endi bu asosli shu nol asosli savodashlarni asos qilgan bo'lg'achqa shu sal ostroq so'zlatma. Lekin sal ishtik bo'ldi deb qolganlarga ham desal shu bir yana 2-3 kundan keyin pushamam qilib qolsizlar. Shuni o'tirib ketmanglar. Yaxshi ya. Melodiya savolishinglar. Masqadim nima bo'libdi? Body kepti. İçerilayıp ayaqlashtiribdi. Mana H5 P debdi. Bu yerlar ayaqlashtiribdi. Yaxshi ya. Yana qaysanlik qilib bo'ldinglar? Men 10 minut vaqt berman, ha? Hozir 8 minut qoldi. Qolganlar javob qaytarmanglar. Men topshiriq ishlarsiz deb bilyapman, jimoamsiz? 8 minut bor ekan, ha? Savodashlar. Qaysanlik qilib bo'ldinglar? Yankagan savodashlar men ayrim bir xat yozinglar. Meniki ünlüdarimniki nomi mana evet qo'ygan Shemshad Shop degani meniki ünlüdarimniki nomi ham ishponch qaytvasanlar bo'ldi. İlyascan ders anlatamsiz. Hozir men ayrim shu Flutter'ning muhit hozirlash to'g'riliqni qilyapsiz.
Flutter'ning muhitini hozirlashga oldirib ketmang. Avval shu HTML ligini ha. Unda bo'lsa jazman shu men bergan topshiriqni hozir men ishlagan topshiriqni cho'qim siz ishlang. Flutter'ning muhit hozirlashni hozir oldirib ketmang uningga. Savatdaşlar 5 minut bo'lib bo'ldi. 1 minut vaqt beray. 10 minut desam bek uzoq bo'lib qolgan. Hisobda buni qo'llanlar sel tizrik bo'lib qolsa, miyadim o'chiq mana. Ekran qarab yozsanglarmi? Buni 2 minut tugitib qo'ya oladiganmiz buni. Unda mishaç bo'lsin ha. Aqallar derslik oxirida men 15 minut vaqt berib shu chog'da yo'llanglar. Hozir men darsga diqqat qilinglar. Hemen to'xtatib. Unda qo'yib biz ma'noda ma bir qonni ishlab qilib bo'ldik. Unda bo'lgandan keyin endi biz ma rasmni kirib baqali. Rasmni kirish uchun qanday qilamiz? Avval rasmniki manbasi bo'lish kerak ya. Unda o'sman ma rasmni saqlashim kerak ya. Bu rasmni men rasm tatdim buni. Dediskamdan ichidagi HTMLdan ichidagi bugun 3 soat darsimiz. Bunun ichiga men image deb bir xat kuchdan birini qurdim. O'chir qolsin buning nomi 01 bo'lsin. Saqladim. Saqlagandan keyin shu p xat kuchning oxiriga biz endi img degan mavu rasm xat kuchini ishlatiladi. img dedik. Ma'ni qarsak, ma'ni chiqarib bergan. Bundan src deganimiz manbani ko'rsatadi, ha. Ma alt deganimiz buniki ham bir xosqa biz hozir buni ishlatmaymiz, ha. Unda qo'ysa bizning ma o'chimiz qayerda? Qarsak bu dedisk ichidagi HTML ichidagi 03 HTML 03 degan uchit qisqachadan ichidagi index HTML ichidagini mana. Ya'ni ma o'rinda. Unda o'z men buni qanday ifodalayman deganda unda bizniki rasm qana ichida. Ya'ni men ma rasmni ma bu image degan ichiga kiritday. Hozir mavi image deganim mavi resim image'dan ichida. Unda qo'sa image degan image'ning ichidagi 01 png, ya'ni 01 png degan shu rasmni tanlayman dedim. Saqladim. Saqlagandan keyin men buni ijro qilib ko'rib baqay. Yanıldım. Resim çıktı mı? Resim çıktı ya. Bana. Bu resim çıktı. Ondan keyin biz ma resimni shu xat kuchning ichiga elib yozib baqsak qanday bo'lganini ko'rib baqala. Bulan bo'lmamdi bolalar. Hamish p xat kuchning ichiga elib yozsak bulan bo'lmamdi. To'pta javob beringlar. Ahadjon. Yaxshi. Yaxshi. Ahadjon bo'lmaydi deydi. Ashna ishchi silib bir ko'rib qolgandik. Bunda bo'lsa, ishchi silib rasmni mishaga ekib qilib saqladim. Saqlagandan keyin biz buni ijro qilib baqala. Bo'lmadimi? Ahadjon. Bo'larkan bo'lmamışken. Bo'ldi. Hozir men bizniki xat bek uzun bo'lg'achqa patmay qolib qoldi.
Ma p'ni biz ma keyinroq yazildi. And then shu orliq kasini qarasak bu miya chiqib oldi. Nima bunday chiqib oldi? Buni sababini bildiğiniz bormi yo'qmi? Sababini bilamsizlar? Hozir men bir qurmazman-a. Unda qos biz buni qurtashlasak bo'lamdi. Qurtashlasini baqla. Qurtashsak bo'lar ekan. Azroqlar buni ishlasak biz o'zimizning o'rgangan mazmunlar qarta azroqlar bir buni ishlasak buni hal qilib ketalaymiz. Unda qolsa biz buniki davomi kelaylar, ya'ni mav. Buni bir pixat kuch yozaymi yoki qanday qilma? To'pni javob beringlar. Savaşlar. Bulamı bulmamdı. Yani ben şu resimni aslında gelmiş bir pixat kuşunun içine ben yana keyingi yazmanınki resim xat yazmalarını eklersem bulamı bulmamdı. Buldu dedinglar. Bunda sınıf bakla. Bunda qos men şu resimni oxirga ekiraya. Ekirdim. Saqlab etdim ha. Saqlagandan keyin men buni ijro qilib ko'rib boqay. Kirdimi? Qarasak ma x1 qurib chiqib qoldi. Buni qanday hal qilaman? Javob beringlar qani. Qanday hal qilamiz? İbrahimcan aldırmay qilamiz ha. Yaxshi. BR ishlatamiz ha. BR nega ishlatamiz? İbrahimcan siz javob bering. BR ni qayerga ishlasak bo'ldi? İbrahimcan javob bering. BR ni shu yaxshi. Dal shu IMG'niki K'niga beramiz ha. Yaxshi. İcra qildimmi? İcra qilsam bo'ldimi? Ma'lum keldi. Yiqilishyotdi. Unda bo'lsa ikkinchi rasm keldik. Buni men rasm tartib qilay. Bu shu IMG'ning ichiga saqlansin. Buniki nomi image ko'rsini ikkinchi resim bo'lsin. Unda bo'lsa eng oxirgisini ama pixat kuch eng asosiysi biz tushundik-ku hozir bizni qanday qilmoqchi bo'lganimizni. Ya'ni bir p shu paragraf degan shu p xat kuchning ichiga biz HTML ga boshqa xat kuchlarni yozsak bo'ldikina. Unda qo'ysa biz ikkinchi rasmni ekirdi. O'xshashlar. IMG SRC dedik. Bu bizniki ikkinchi rasmni qanday ekirmiz? Adres qanday bo'ldi? To'pni yozib bertinglar. Yani ikinci resimde biz mavi resmi qanday olaymiz xat kuchga.
Cevap yok mu? Unda siz o'zim javob beraylik ya. Yani biz resim tayyor qilib oldik. Resim tayyor qildi. Biz shu HTML degan hujjatdan chiqib 0.3 degan hujjatdan chiqdiki, shu HTML bar hujjatda, ya'ni mundarij ostidagi image degan xat shu mundarijdan chiqdiki, 0.2 degan xat kuchniki adresingiz bersak bo'ldi. Ya'ni ma'nolar o'xshash, faqat 0.1 ni 0.2 ga almashtirib bersak bo'ldi. Image na ichidagi bu 0.2 degan png ikkinchi rasmni ijro qilay. Qarasam bu mandaq chiqdi. Qarasak bu resim bilan bu ulashib olib, buni qanday qilamiz? O'xshashlar ma'no ustiga bir tal br beraymiz. br bersak bu o'xshaldi. Unda bolalar, men sizlarga yana qancha vaqt beray? 5 minut vaqt beray. Shu darsda qo'llangan hozir shu yozdik-ku biz. Men ma'ni resim tartib etib beray. And then üst kısmını resim tartib etib beray. Shu kodni men sizlarga 5 minut vaqt berman. Derhal shuni 5 minut ichida menga yozib resim tartib etdinglar, kod bilan resim tartib. Boshlandi endi asta. Beş minut vaqt o'tdi. Qilib bo'lganlar avatdinglar. Melodiya sozishinglar qildi. Mayjaniki çalışib qolgan ahvol bor. Bu resim to'pi chiqib qoldimi sizniki? Majan o'xshaytanga. Resim tartib etib degansiz. Aşağı o'xshaysiz bo'g'dek. Alt degan hamda hozircha uni o'rganmay turinglar. O bek ko'p ishlatib ketmaymiz uni. Hozir men bugun so'zga darsniki sizga mazmun xil bir yer berib qoldi. Şuna eng muhim mazmunni o'rganib turamiz. Qolganini uchirgan vaqtda o'rganib maqsaq bo'ldi. Hüseyincan'ınkini ko'rib baqinglar. Elkatib RTL Justify. To'g'ri. Tesla HR H5 P IMG. Yaxshi, Hüseyincan. Hüseyincan'niki yaxshi chiqibdi. Boshqalarniki-chi? Ahadjon, siz bu ijrosini avatdingmi? Ahadjon, bu oldiga yozmaysiz, SRC yozsiz. Bo'lmasa resim chiqmaydi. Yaxshi, o'zgartib bo'libsiz. Yaxshi. Qag'allatchi. Boshqalarni avatdinglar. Abduqodirniki ko'rib baqinglar. UKG Zilva RTL Justify
justify all degan elitdan, allni elitdan keyinki. Endi 18 qurolliqqa 48. Qurolliqqa degan xatni chiqarayotgan, xat chiqarib etmasangiz, ijrosi ta'sir ko'rsatadi. Yutirilib pochta sanduqi. 105 bir kichik program tuzib. Sibubatla pasletibsiz bu yozmani. Abduqodir. Abzası olğanki abzasını sel köprek işlətdənlər. Bunda çıxıb qalsa bir xil körkəm görünməyə qalır ekan, həqiqət bir to'g'ri ketdik, mən bəməydi ekan. Qaramğa xatlar çıxıb ketibdi. Qalamqon bastыңızmı yoki ashuna chiqqan xatlarmi bu? Ama xat nusxasingizning ishi ekan bu mayatga Qur'onliq deganga xat manda qilib qo'ygan emaslar. O'chirayotgan justify all degan o'chirayotgan xatni chiqish vaqtini mushuna sababidan Abduqodir. Bunda esa davom etaylik. Asosan mavi shakllar takrorlangan shakllar buni qilib bo'ldik. Bundaqda resimni o'rtoqlash uchun qanday qilamiz? Resimni o'rtoqlash uchun biz buningga shu img ga bir xoslik bersak bo'ldi. Ya'ni style yani class bersak bo'ldi. Buning bu classnikini hozircha so'zlamay turaya. Buni hozir bersam sizlarga. Mazmunsa test to'xtab qoldi buni. Az-azdan keldi. Erki darsimda shu classni ya'ni buju, yani tor beketning asos qurimiz chiqarishni so'zlaymiz. Shu chaqqa kelganda so'zlaylik. Hozir biz boshqa xat kuchlarni o'rganib o'tdik. Masalan, resimni keyin kasna buning bir BR beritli, BR doq andim buningga bir til sifatli HR mazmun farqlantirish uchun biz bir xatni chekkandan keyin yoki nurlantirgandan keyin xatni chekkandan keyin bu bir adresga olmasin. Masalan, biz baş betdina men bassaq qo'lning belgisi chiqdi. Biz buni bosgandan keyin mabetga otlatadi. Undan bu otlash unini qanday qilamiz deganda HTMLda A degan bir xat kuch bor. Ya'ni A degan xat kuch bu, juft xat kuch va harf degani buniki uzunluğa adresi degan tushundirdi. Unda qo'sa biz yan bir tal HTML uchun birini qurdik. Baş betga kirdi. Yo'l ishni kirib bir tal HTML uchun birini qurdik. Bu ismi tema ticket HTML olsun. Bunu ekranı oldu. Kirdi ya. Kirgandan keyin men bunga HTML betimizni qurulay. HTML5ni tanladik. Tanlagandan keyin biz mavzuga keldik. Bu joyda biz mushu joydagi shu xat kuchni bosgandan keyin mavzuga buniki qurilmasi manda keldi. Ya'ni bu shu xat kuch va qurilmasi o'tirgan mazmun keldi. Ya'ni biz buniki mazmuniga xatni chaplaylik. Endi buniki ijrosini ko'rib baqili. Qarsak ma'lumot kelibdimi? Unda qo'ysa biz oldin soat va bugungi soatda o'rganganlarimizni yana bir takrorlaylik. Ya'ni shu barliq HTML xat kuchlari desek bo'ldi. Yoki bo'lmasa texnik biz buni
Kolaylaştırıp body'ye yani body yani body'nin içindeki body elementlarının hemmisiga o'xshash bir elementni beriladi, o'xshash bir xoslikni beriladi. Unda bo'lsa biz bunga font to'xtanglar, mana style'ni chigamiz. Style qatqishni orasiga mana yozdik. Yani bu body to'qa, body'ning ichiga biz font familiesini beriladi. Font family. Meni kompyuterimda Elgato nusxasi bor. Nusxasi Elgato bo'lsin. Elgato tonda qarasak, bu p xat kuchlar ancha farq yo'q, cho'ng kichik jihatdan. Masalan, men mani ko'chirib olgandan keyin mana ko'chirib ilib p xat kuch beray. P xat kuch bersak, ikkisiniki cho'ng kichiklikda, xatning cho'ng kichiklikda hech qanday farq yo'q. Buni berib bo'ldik. Ma joy to'g'rilandi. And then bu xatning cho'ng kichiklik binasiga hozircha biz hech qanday tegmay turli. Endi biz qanday qilamiz deganda link, ya'ni shu temin bosgandan keyin bir betga olmasin. Harf, ya'ni shuni bosgandan keyinki otlaydigan bet. Bu bet qayerda? Bu bet shu mushmun darajadan ichidagi index ticket html degan shu yozmaga otlisin. Unda qo'ysa biz yanılgandan keyin xatniki rangi o'zgarishi bo'ldi, ostida bir to'siq paydo bo'libdi. Unda biz mana chekib baqili. Chekkandan keyin zodi qanday ahvol yuz berdi. Çekdimmi? Basqandan keyin mabetga almashdimi? Ko'rdinglarmi? Mabetga ulinib kirdi, mana. Bastım. Mabetga ulinib kirdi. Bunda hozir shu oxir kuchnikini qanday qilganimni sizlar bir sinab qilib qo'yamsizlar. Ben topu yollab qo'yay. Mana bizniki temadiga HTML bo'ldi. Mana bizniki yozma. Buni sizlar qilib bo'lgan. Mo'm yeri aslan shu adresni qanday to'shqizisha, hamda mo'm yerim shu. Qiyin nuqtam shu, mo'm nuqta adresni to'g'ri to'shqizisha. Unda bo'lsa sizlar shuni bir sinab qilganlar, sizlarga 3 minut vaqt beray. Qag'il jimib ketmanglar. Yaxshi, ha? Qag'il qilmadinglar, tez kelib qoldimi yo tushunmadinglarmi? Tushunmagan bo'lsanglar men qayta so'zlab qilib berma. Lekin yo'qolib ketmanglar menda. İlyasjon siz qilyapsiz. İbrahimjon sizchi? İlyasjon siz kodni yozib sinayapsizmi yoki anglab qo'yapsizmi? Anglab qo'yishlar bo'lmaydi. Anglab qo'ysangiz shu kallangizda kichikroq bir narsa eksiladi. 2-3 kundan keyin u bir narsa nolga olib ketadi. Cho'qim shu vaqtning o'zida amal va mashqni ishlatdinglar.
Әткәлки мен тапшырыqni көпірек бермен, ha? Bugün keçdə topshiriqni ko'proq berman. Nemiz tushirolmadingiz, İlyasjon? VS kodni tushirish tasmikan? VS kodni men to'pga yo'llab qo'yib qo'ygango. Ya'ni yo'llab beramdi men. Tushunamisiz, to'pga yo'llang, ha? Mendil so'lmaymiz, savodoshlaringizni so'rasangiz bo'ldi. Savodoshlaringizni bildi, ha? O'zaro bir sonlar uyutib qo'ysanglar bo'ldi. Hamma narsa menda so'rasanglar meniki ba'zi vaqtim yetishi mumkin, ba'zi yetmasligi mumkin. Oldirib qolgan vaqtimda javob qaytarishga ulgurmay qolishim mumkin. U chog'da sizlarmi ziyon tortib qolsizlar, yaxshi bo'lmay qoladi. Tordan yumshat etib tushirish bilmasanglar yaxshi bo'lmay qoladi, savoldoshlar. Cho'qim va cho'ng to'pqim yo'llab qo'yay. Mana VIP to'pqim yo'llab qo'yay. Yumshat etib tushiramiz, topolmadim desanglar, mana kompyuter bilan shug'ullanma deydiganlarga sal yaxshi bo'lmaydi, savoldoshlar. Xarf deganning ma'nosi nima? Men boya deb berdim-ku. Esingizdan chiqib qoldimi? Baydudan so'rab qo'yay. Mana fangi qo'yay. Tushunmasak, shu tarjima saqlab bo'ldi-ku. Ama tercih kılamıda. Bu bek kespi gepkine. Buniki hem de atlaş adresi deb tushunsanlar bo'ldi. Atlash adresi. Atlaydigan manba sanlar bo'ldi. Guanjulianje deydi mana. Yani atlash adresi deb tushunsanlar bo'ldi. İlyasjon to'pga yo'llab qo'ydim. Darhol shu qachilab VS kodni. Ama yerlik muhit qilib ekansiz, ha? Abduqodirdan. O'g'lanmidi. Savodashlar. Men ders müşahiş to'xtamdoq. Mesela topshiriq berma. Bugun shu o'rgangan darslarni 15 minut vaqt berma. 15 minut ichida ishlaysizlar. Ishlab qilib bo'lgandan keyin 15 minutdan keyin men yo'llaysizlar. Tekshirma. Uni yaqinda sizlar topshiriq berma. Boshqa qilamdoq. Unda olsa biz shu Nurturniki yozmasini kelaylik. Yani o'xshashlar shu fan texnik xabarlardan. Mush yozmoq kirib. Cho'ng to'qim yo'llay. VIP to'qim yo'lladim. Ochiq dars to'qim yo'lladim. Mush yozmoq kirib, mush darsni anglatgan o'quvchilar. Hozir 8 anglab ekansizlar. Her biringlar mush yozmaniki temasini bosgandan keyin chirdigan betni bir qilib, hammanglar
ikki yazmani tayyor qilinglar. Ichida rasmlari, endi yozmasini hammasi tayyor bo'lsin. Tarafni tushundinglarmi? Tarafni tushundinglarmi? Taraf tushungan bo'lsanglar, unda boshlaytinglar. 15 minutdan keyin savodashlar dars qaytib keldilar. Undaq bo'lsa, ishlab qo'yganlarni menga yo'llanglar. Melodiya yaxshi. Hüseyincan'nınki. Hüseyincan bu bir quruq chiqib qopti qo'y bu. Men bir quruq chiqib qopti qo'y. Hüseyincan, an qaytishlang ha. Ma'noda misli yo'q. Biz o'rnashgan ish baqli. Yaxshi, o'rnish yaxshi. Bu yaxshi. Yaxshi. Can yaxshi qilsiz. Abduqodirnikini ko'rib baqli. Abduqodir yaxshi. Boz xatlarni o'ttir to'g'rilmay, ma tekst oldigan jasifat deyilganini boshqasini tanlang. Endi ma betnamiz menda tatmay, mazmunning o'zini ham tatding, hamma narsani tatmay. Abduqodir ma HTML CSS ga qilib pishqday turdi. CSSlarni klass berib qopti, yaxshi. Yaxshi, menda o'yinlarim to'g'ri bo'ldi. Qilganlarchi? Qilganlar qilmadinglarmi? Abduqodir, Hüseyincan, Ahadjon. Müş üçünlarla bağımı hazır ders anlatkan valladen. Qağıllaqını, qağıllaq qımıdanlarmı? Ama melodi degan sağlaşanlarmı bayım yaşlıgan hazır to'xtab qoldi. Qağıllarchi, qağıllar nima ish qilgan adam? İbrahimjon, İlyas ishqonlar qildinglarmi? Ama adresini to'g'ri qilmabsiz. Qağıllarchi. İbrahimjon sizchi, İlyas sizchi? Ishqonlar qilmadinglarmi? 15 minut 20 minut vaqt versem bir mi bitmedimi savolashlar?
Qağlaço. Bunda men bugun topshiriq ishlagan savodashlarning ayrim bir tizimli bo'lay ya. Bugun chislaga 1 2 ekan, 3-2 kuni. Topshiriq ishlaganlarni darsga aktiv qatnashganlardan İbrahim Jamba, Melodia var. Hüseyin Jamba, Abdülkadir var. Ahadcan, Cemil 5 anlama. Qo'g'chilar jim ketganlarga. Unda hozir men vaqtmi bir yer berib qopti sog'doshlar. Hamma mazmunni rasm tortib aytib qo'yay. Xatir qoldirmanglar. Xatim cho'qim qoldirib saqlanmaydi. Atga kechdi dars var savodoshlar. Bugun topshiriqni to'liq ishlamagan savodoshlar, xatim to'liq ishlamagan savodoshlar cho'qim atgacha to'liq ishlashingiz kerak. Endi men hozir topshiriq berman, cho'qim diqqat qilib anglanglar. Ikkinchi kun so'rasam men deb bermayman. Topshiriqqa savodoshlar. Şu 5 yazım var. Baş 5 yazımınki HTML bitini ay başdan ahir top-to'liq yozib chiqarsizlar, ha? Mana hammasini top-to'liq yozib, kodni yozib kompyuterda. Deptaga birini yozsanglar bo'ldi. Deptada yozmaniki hech qanchalik bo'lsa, sizlar shunchalik qilishinglar kerak, ha? Aytgan kechda men mush topshiriqni hammalardan surishtir qilaman. Topshiriq tushunishli bo'ldimi savodoshlar? Javob qaytaringlar. Yaxshi. Unda bo'lsa bugun dars mushach bo'lsin-a.